Saxta şöhret bıçaq qalbning yaltıraq söyledi. Nadonlikda qolgan kishilardagi ziddiyatchan psixik kasallikning yana biri aslidagi nomus qilg'idek bıçaq va iqtidorsiz qalbni aks holda saxta şöhret bilan niqoblash bo'lib hisoblandi. Saxta şöhret haqiqiy ijtimoiy şöhret va haqiqiy vijdon iftixor bo'lmasdan, uning aksicha jamoatchilikni o'z-o'zini aldab, o'z-o'ziga tasalli beradigan kulkilik aynakdagi saxta ko'rinishdan boshqa narsa emas. Bunda qablat uyqusidagi tushakashdak nadonlik hodisasini ichib tashlash, uning qarniyat, hasad, suiqasd va milliy halokatning tugumniga suv quyadigan barliq asabiyligini millat psixik kasallik sifatida millat gavdasidan yulib olib, irg'itib tashlash lozim. O'zi va o'zgalar haqida xato tuyg'u, xato qiyosda bo'lgan mag'rur qalb egalari saxta shuhratparastlikning ham qahramonlari, ham uning qurbonlari bo'lishdek kulkilik oqibatga kiribdor bo'lishidir. Saxta shuhratparastlikning qonuniyati ishni maqtanchoqlikdan boshlab sharmandalik bilan oxirlashtirishdan iborat. O'ziga ortiqcha tamanno qo'yish saxta shuhratning muqaddimasidan iborat. Umuman, odam o'z-o'ziga, o'zining jismoniy va ma'naviy ahvoliga nisbatan tuyg'u va qiyos bo'ladi. O'z qalbida o'z obrazi, o'z iqtidori, o'z salmoq haqida o'zi ma'qul kelgan his bo'ladi. Ammo ba'zi kishilar o'zini o'zidan qaltisroq, o'zgalarni bo'lsa o'zidan kamtikroq mo'ljallaydi. Ular bushunga moslashadigan, o'zini ko'ptirib, o'zgini cho'ktiradigan gap va odamlarni yaratadi. Undaq emaslarni tuturuqsiz, gal, iqlim bir nimalar deb yaratmaydi. Ular o'zi sezib olgan obraz bo'yicha boshqa obraz egalarining o'ziga salom berishini talab qildi. Bo'lmasa, ranjib so'zlaydi. Ular o'z obrazlaridan cho'ngroq obrazlarning egilib salom berishidan ruhlanib ketib, darhol o'z obrazini cho'ngaytishga urindi. Bir qator xarajatlar bilan ruhiy haykal, obraz butxonasi yasab ko'rdi. Oltin hal yaratgan obraz yoki haykal tasavvuri ular uchun qo'g'ilishib yurgan istak. Ular mag'rurlikni xohlaydi. Ularning mag'rurligi haqiqiy iftixor emas. O'z qalbidagi g'urur emas, balki boshqalarning bilmay qolmasligidan saqlanish uchun o'z milg'a, o'z obraziga o'z dangchilib, o'z maqtash e'loni jakarlashdan iborat. Uyalmaslik, nomus sezgisidan mahrum bo'lish saxta shuhratning bosh ko'targan shakli. Inson uchun astoydillik, chinlik hammadan qimmatlik. Bo'libmi obyektiv shaylarga emas, ya'ni o'z subyektiviga bo'lgan astoydillik. Chinlik bebaho fazilat. Astoydillik chinlikni asos qilgan iftixor yo'lliq. Ijobiy iftixor bo'lsa, uning aksi shakli saxta shuhrat bo'ladi. Nomus o'z-o'ziga chin muomaladan tug'ilgan iqror va ijobiy uyatdan iborat. Kongzi nomus qilishni bilgan Batur desa Markes. Nomus qilish bir xil inqilob, o'z ichiga qartilgan g'azab degaydi. Nomus sezgisining bo'lmasligi vijdonining qatmanligi, ruhiyat tiniqining uzilganligidir. Millatning holi bilan kor bo'lmaslik, milliy madaniyat yangiliklarni eg'ziga ilishni har ko'rish, boshqalarning gullarining go'zalligini va xushpurqini inkor qilish, ko'z yumbilish, sukut turib olish, uni qorlashga kavak marab yetish, uning bo'xton chaplansa yayrab ketish qatorliqlar bizda ko'p uchrab turadigan ma'naviy illat. Bu illat saqlanib tursa, uningga qarshi isyon ko'tarmagan vijdon xunuk vijdondan iborat. Nomus vijdonning iqrori va da'vatidan borliqqa keladigan axloqiy tunish. Mundaq tunishni yo'qotgan kishilar aymanmaydigan, o'zining ma'naviy dunyosidan qo'rqmaydigan bo'ladi. Bu nomusdan marhumlik, ya'ni nomussizlikning tug'ilganligi. Maqtanchoqlik, labxo'rlik saxta shuhratning yerginishlik faoliyat vositasidan iborat. Qadimki Grek masalchisi Ezop
Shuhratparast o'z razilligini maqtanchoqlik bilan ifodalayib berdi deb to'g'ri aytgan. Maqtanchoqlik ya'ni o'zini o'zi kishilar orasida o'z tili bilan ochiq oshkor maqtash ham razillik ham masxirlik ahvol. Uning taskay shakli boshqalarni o'ziga nisbatan sundirishdan iborat. Maqtanmoq, lab urmoq, qonuniyat bilan yolg'onchilikning soxta shuhrat vasvasasi ehtiyoji bilan birlashish shaklida maydonga kelgan. Maqtanmoq, lab urmoq, nodonlik asoratida turayotgan kishilardagi yana bir echinishlik, ziddiyatlik, psixik kasallik. O'rganmay bilaman deyish, bekinmalik holatda turib, olam haqida lab urish, orqada qolgan turib, tirishmaslik, nomrod holatda turib, o'rinliq qilish. Quruq qo'l turib, o'zini chog'lamay shilting etish, ziddiyatlik psixik kasal bo'lmay nima? Agar dunyo lab bilan turmush tayyor top bilan, umr har bob bilan bir yoqli qilib o'tadigan bo'lsa, yana nim ajr amgak. Hayotda amaliyotga sig'maydigan alliqopliqning bir shakli bo'lgan labxo'rlik tozlanmasa, o'zini va o'zgini solishtirib biladigan, dunyoga nazar soladigan yangi milliy ruhiy uyg'unishning maydonga kelishi mumkin emas. Aldamchilik, kasoblik soxta shuhratning ajallik yeri. Soxta shuhrat ikki zid iboradan. Soxtalik bilan shuhratdan tuzilgandila, uning bir-birini kasoblik bilan aldab turgan qurilmasi ko'rinib turibdi. Bir tarafdan shuhrat lozim, ammo u yo'q. Yana bir tarafdan puchaklik mavjud, ammo u kishilarning bezorligini qo'zg'aydi. Qanday qilish lozim? Puchaklikni shuhratlik tusiga kirgizib, o'z ko'nglini bazlab, boshqalarning nazarini aldash kerak. Mana bu soxta shuhrat sehrgarlarning qurilma maqsadi, tarkibi va tuzilma shakli. Abduxoliq Uyg'ur bu illatdan norozi qaqshab mundoq yozgan. Babalar shuhratini, g'ayratini hech seg'inmaymiz. Qilib g'aflat, jaholatda yumib ko'z, po atqanimiz bordir. Xushomat babida bizdan bilak ustozi ham yo'qdir. Qilarg'i shumliq quvluq, rang-murang yolg'onimiz bordir. Xushomatchilik bilan tahdid silish soxta shuhrat qazdoqligidagi qo'shkizak ikki hila. Xushomat ruhi qulluq bo'lsa, tahdid ruhi qaroqchilik bo'lib, uning har ikkisi o'rin almashtira olmaydigan hilgarlik, aldamchilikdan iborat. Ro'shanki, aldamchilik soxtalikning mohiyati hisoblanadi. İnsan dünyanın vaqtliq mahsuli. İnsanның hayotligi mutlaq va cheksiz dunyodan oriyat ilingandak, insonning moddiy maishati va boyligimi dunyodan oriyat ilingan. Hech kim uni mutlaq ilib kelmagan va hech kim uni mutlaq ilib ketmaydi. Dunyoga saxtpazlik singmaydi. Dunyoni o'g'irlab ketish mumkin emas. Kazzoblik faqat o'z halolligini o'z o'g'irlagan, nobud qilgan, pushaymon oralig'i boshlaydigan achchiq kichik suv. Aql kishilar, aqtil kishilar, adil kishilar, qobil kishilar qancha hamoqat ko'rinsimi, oqibat bu xil kazzoblikning hasrat zorini nafrat va masxir ichida anglaydi. Sharmanda bo'lmoq soxta shuhratning peshonasiga bitilgan taqdir oqibat ekanligida shubha yo'q. Soxtalik fosh bo'lishga, oshkorlanishga mahkum bo'lgan niqob. U baribir yirtilib, puchakligini yalang'ochlab, achchiq kulgi paydo qildi. Mangu buzilmaydigan soxta niqob burunmi bo'lmagan, kelgusidimi bo'lishi mumkin emas. Sharmandalikdan uyalmaslik, uchiga chiqqan kazzob va soxta shuhratchilikning texmi zo'r sharmandalik yo'liga mangan tarsa qalbini ko'rsatsa-mu, uning oqibati texmi sharmandalikdan boshqa narsa emas. Soxta shuhrat yo'liga kuch sarf qilgan hamoqatlikdan aql yo'liga qadam qo'ygan afzal. Cho'qiydi aqlning ko'zini havas, cho'qilgan aqlning martabasi past. Haydona nazar sol ahli amaga, aqlsiz havasidan uni bosmish nas.
Saxta shuhrat tiriklikda jamoatchilik orasida, o'lganda arvolar qatorida hamish qorlanadigan ruhiy illat. Şan sharaf tantanalarda mundaq pastkash ruhiyat bosh ko'taradigan bo'shliq, oyoq bosadigan o'rin yo'q. Uning tozalanishi millatni loyihazallik, manmanlik, tayyortoblik, aldamchilik, kazzoblik, qo'rqinchoqlik, pastkashlik, suiqasdlik illatlarining chirishidan saqlab, qaysar, fidokor, g'ururlik bo'lishdek ruhiy kamolatga erishtirishda shubik bo'lishi mumkin emas.